Toshkent ko'chasi, hammasi tinch. Toshkent ko'chasi tinch. Hammalaring yaxshi dam olinglar. Barcha ota-onalarimizdan hali voyaga yetmagan farzandlariga avtomashina boshqaruvini ishonib topshirmasliklari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlar orqali bot ta'kidlanishiga qaramasdan, hanuzgacha bunday holatlar uchrab turibdi. Navbatdagi holatda Xovos tumanidagi istiqomat qiluvchi fuqaro o'zining qaramog'ida bo'lgan 7 yoshli nabirasiga avtomashina boshqaruvini ishonib topshiradi va ushbu qoidabuzarlik holatini video tasvirga olib, mahallaning Telegram gruppasiga tarqatadi. Bu esa ko'plab fuqarolarning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan. Xo'sh, ushbu qoidabuzarlik holatini sodir qilishga va voyaga yetmagan farzandlariga avtomashina boshqaruvini ishonib topshirishga o'zi nima majbur qildi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'rganishlar olib borilganda, voyaga yetmagan 7 yoshli nabirangizga avtomashina boshqaruvini ishonib topshirgansiz. Nima sababdan bu qoidabuzarlik sodir qilyapsiz? Endi bilmay qolibman-da. Bilmay qolibman. Mana endi boshqalarga ham tavsiya beraman, umuman bolalariga ana bir rulni berib qo'ymasin. Mana shu holatlar bo'yicha ko'p avariyalar bo'lyapti. Men mana berib qo'yibman-da, mana endi afsuslanyapman. Mana bizga mana choralar ko'rildi. Sizlardan iltimos qilaman, yosh bolalaringga rulni berib qo'ymanglar, mashinani bermanglar. Xatoyimni tushunib yetdim. Hozirda mazkur holat yuzasidan ota-onasiga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi 1-qismiga asosan hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'rinda barcha ota-onalarimizdan hali voyaga yetmagan, transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan farzandlariga avtomashina boshqaruvini ishonib topshirmasliklarini so'raymiz. Zero bunday beparvolik oqibati qanday ayanchli yakun topishi mumkinligini allaqachon guvohi bo'ldingiz.